Nima maqsadda kavlaydi o'zi ayol kishi erini telefon? Ha? Nima maqsadda ayol kishi erini telefon titib kavlaydi? Ha, shundan hozir bitta xiyonatini topaman deydi. Bitta noto'g'ri ishini topaman degan shu niyatda erini telefon kavlaydi ayol kishi. O'sha niyatiga yetadi. Chunki niyati shu bo'lgan. Xudo niyatingizga yarasha beradi-da. Er telefon oladi, bu yoqqa qarab turib, er uxlayotganini kavlaydi. Ya tualetga kirib kelsa, telefoni qolsa kavlaydi. Hozir topaman. Hozir bu marazda hozir bitta xiyonatini, bir noto'g'ri ishini topaman deydi. Niyatni qarang. Ana ixlos bilan shu niyatni kavladi, ana topdi. Xudo niyatingizga yetishtirdi. Nima bo'ladi endi mana? Yetdingizmi niyatingizga? Ana shuning uchun aytamizki, o niyatni yaxshi qiling. Niyatni yaxshi qiling, erimda unaqa narsa yo'q telefonida. Erim menga xiyonat qilmaydi. Ey Xudo, men erimga ishonaman. Senga ishonaman. Senga ishonib turmush o'rtog'imni senga topshiryapman. Sen menga xiyonat qilmaysan, meni aldamaysan. Ey Xudo, senga ishonib erimni topshirdim. Senga ishonib erimni telefonni ham titmayapman. Senga ishonib erimni qadamini poylamayapman. Men senga ishonaman, Robbim senga ishonaman. Sen erimni qadamini ham, telefonini ham o'zing kuzatib turasan. Sen ojiza bandingga hech qachon zulm qilmaysan deb turib, eringiz o'zini ham, telefonini ham Xudoga topshirib qo'ying. Mana shunday yuradi eringiz. Yo'q, ayollar nima qiladi? Yo'q. Erim xiyonat qilyapti. Erim meni aldayapti. Erim noto'g'ri qadam bosyapti. Cho'ta nito buni qadam bosishi. Erimni ko'zi boshqacha-da. Erimni gapi boshqacha. Erimni mehri boshqacha bo'lib qoldi. Menga yaxshi gapirmay qo'ydi. Cho'ta unda kimdir bor. Boshlandi, mana ko'ryapsizmi? Unda kimdir bor. Ana niyat ketdi shu kimdirga. Va shu niyatiga yetishadi. Telefonida bor. Men aniq o'shayman, topaman, bilaman. Men bilaman, bunda bittasi bor. Aniq bor deydi. Niyatingizga yarasha Xudo yo'q olsa ham chiqarib qo'yadi, nega o'tiraverasiz ankil benzi olib. Niyatni yaxshi qilinglar.